Men dastlabki darsda bir formulani yozib berdim. Ko'z qarash, hissiyot, harakat, odat, taqdir. Bu ko'z qarashlarning ichida odamning o'ziga bo'lgan ko'z qarashi ajoyib muhim. Chunki siz o'zingizni qanday o'ylasangiz, o'zingizni men musho deb o'ylagan vaqtda rosti siz shu odamga aylanib qolasiz. Unda qolsa odamning o'ziga bo'lgan ko'z qarashini nimalar shakllantirdi? Bu vaqtda Ford şirketining bosh quruvchisi Ford sen qila olayman desanmi, qila olmayman desanmi, ishkilisi to'g'ri degan. Bu nima deganligini sen bilish, qila olayman desanmi to'g'ri, qila olaysan. Qila olmaysan, texmi to'g'ri, rost qila olmaysan. Demak, insonning taqdirida, insonning eng oxirgi hayotda uning o'ziga bo'lgan ko'z qarash bekmaydi. Bunda uning o'ziga bo'lgan ko'z qarashini nima shakllantirdi? Biz oldi bilan priming bilan tanishib chiqaylik. Priming hamda psixologiyadagi bir xil hodisa, ya'ni bu shu odamning muhitning ta'siriga uchrashi bo'libmi, anglagan gaplarning ta'siriga uchrashini isbotlaydigan bir xil holat, priming. Ya'ni siz yo'llarda ketib qolgan vaqtda mayli boshqalar tarafidan qasddan sizni nishonlab yoki sizni nishonlamay ish qilib shu eqib yurgan yoki undidar orqali yoki televizor orqali yoki odamlar orasida anglagan paranglaringiz hammasi odamning o'ziga bo'lgan ko'z qarash shakllantirib qo'ydi. Priming. Bundaq bir tajriba olib berilgan. Ma'lum bir shirkatga berib, bu shirkatdagi ishlayotganlarning o'rtacha yoshi 25 yoshdan 30 yoshgacha mush oralig'ida yaşlar demekçi. Sonra psikologlar bular tuydurmay bir hafta qanday qilgansa bir hafta o'zining odamlarini misol etib bu yerga mayli ko'rinishi bo'lsin, mayli anglashda bo'lsin, o'sha yashangan deganga munosabatli gaplarni bilan paranglashgan va yashangan degandek narsalarni va shu xil rasmlarni bu shirkat tizib etgan. Masalan, yashangan, ojiz, Aqchash, hasa, ko'zaynak, o'lim, paralich bo'lib qolish, ming egilish degandek gaplarni Alloh chandurmay o'zining paranglari selib etgan. Hatto rasmlarda shundaq rasmlarni ko'rsatgan. Bir haftadan keyin, faqat bir haftadan keyin bu yerda ishlaydigan yoshlarning harakatining ostilayotganligi, ya'ni burun shirkatning ishkidan liftga bo'lgan orliqda sarf qilgan vaqti bilan bir haftadan keyin, yani priming qilgandan keyin bularni ya'ni yashangan degan so'zga shartlagandan keyingi vaqti uzun chiqqan, ko'rinarlik uzun chiqqan. Masalan, burun ishikdan liftga bag'icha 20 sekund ketgan bo'lsa, bir haftadan keyin chiqsa 30 sekund, 40 sekundda berishga boshlagan. Faqat bir hafta. Bular nima ish yuz berdi? Chunki bular mayli angsız aldı yoki anglab qoldi, bu xil so'zlarni anglab olganda ularning ro'yitida bir xil yashangan holatga, yashangan degan narsaga nisbatan to'g'rilish bo'lgan. Bu xil holat nimani keltirib chiqargansa, ularning jismoniy energiyasida tuvellashni keltirib chiqargan. Bu natija butun psixologiya sohasiga hayron qoldirgan priming. Hamda odamning o'ziga bo'lgan ko'z qarashini nima shakllantirdi? Men ko'pincha o'qituvchilarga bek jiq deyman, cho'qim bir o'qituvchi Pygmalion effektini bilish kerak deyman. Pygmalion effekt. Pygmalion effektining aniqlamasi nima deganda, bir odam o'ziga bo'lgan ko'z qarashni boshqalarning uning bo'lgan ko'z qarashidan keltirib oldi deydi. Masalan, 5 odam birlashib bir odamni sen kalva desa yoki ma'lum bir laqam bilan yoki oshni ma'lum bir suratlab sifatlab bersa, bu odam har qancha uningga undaq emas deb turibasmi, bu 5 odamning uning bo'lgan ko'z qarashi emniyet bu adamның o'ziga bo'lgan ko'z qarashini shakllantirib qo'ydi. Mana biz buni Pygmalion effekti deymiz. Shunga boshqalarga laqam qo'yish yoki boshqalarni har xil haqoratlash yoki boshqalarga bo'lgan tuvan holat qarashning hammasi o'sha odamning taqdirini shakllantirib qo'ydi. Mana mush nuqtaga kelganda biz kuchli psixik sapo, psixik immun kuchi bo'lmaydi deb qaraymiz. Mana bu Pygmalion effekti. Pygmalion effektining nurg'un ta'sirlari bor. Birinchi buning aniq chiqadigan holat nima desa, birinchi ota-onaning, chunki birinchi ta'sir qiladigan narsa ota-ona emasmi? Ota-onaning bolalarga bo'lgan ko'z qarashi bek muhim. Nurg'un ota-onalar bolalardan yuqori umid kutadi, bolalar ishindi. Bundaq bolalar haqiqatan keyin cho'ng bo'lgan vaqtda ishindimi? Haqiqatan ishindi. Bundaq bolalarning
muvaffaqiyat qozonish nisbati yuqori bo'ldi. Hammasi emas, mutlaq emas. Ammo nisbat holi yuqori bo'ldi. Yani bazı ata-ona var, bular kichik vaqtdan boshlab bolalarga cho'ng umidni bog'lamaydi. Ham bolalarni hech qilolmaydi deb qaraydi. Shu tufayli ata-onaning bolalarga bo'lgan ko'z qarashi bevosita ta'sir qildi. Yan birisi bola o'zini ata-onaning hissiyoti, ata-onaning ish izlari orqali o'zini ko'radi. Bu deganlik agar ona tushkun bo'lsa, dada tushkun bo'lsa, bola ata-onaning vujudidan o'zini ko'radi. Şu bazı analar daim men qilib ketdim deyish orqali bolalarda, qizlarda o'zini tuyin ko'rish psixikasi shakllanadi. Chunki bir onaning men aynak oldida o'tirib men qilib ketdim deyishi qizdimi ig'ir darajada bir xil o'zining chiroyidan nomus qilish kayfiyatini keltirib chiqardi. Ya'ni ota-ona birisi gap orqali, yan birisi o'zining ish harakatlari orqali bolalarda o'zlik shakllantirib qo'ydi. Ya'ni o'zi bo'lgan ko'z qarash shakllantirib qo'ydi. Shu men doim deyman, balın tərbiyələş, üzün tərbiyəlilik, üzün tərbiyələş, balın tərbiyəlilik deyimiz. Şuna ata-onalar əgər ballarda aşındaq işenç tuygusunu payda qılman deyken, avval üzü işenç tuygusuna kiriş gerek. Əgər ata-ona üzü işlənməyə qalsa, bala bu xilalətdə təbiilə üzü işlənməydiğən bulab qaldı. Bir günü başlanğıçda qoyduğan Ahmetni o'qituvchisi chaqiribdi da. Bu sening yozgan bu hikoyang, maqolang shundoq o'lchamsiz bo'libdi. Grammatikasi xato, so'zlarni xato ajilibsa, uning xitingmi shundoq sat faqat bo'lmabdi. Men bu avalni dadamga doklad qilaman desa, kichik Ahmet, dadamga deganingizning foydasi yo'q. Buni shu men dadam ezbergan. deb javob berdi. Demek nima o desa, nurg'un ata-onalar bolalarning bir maqol yoza oladiganligini ishonch qilmaganligi uchun nurg'un ishlarni o'zi qilib boradi. Chunki ata-onaning bolalarning ishlarini o'zi qilib berishi dal bolalar ishonmaslik, bolalarning o ishlarni o'zi mustaqil vujud chiqarish qobiliyatiga ishonmaslikni kelib chiqadi. Mana bu Pigmalion effektining ata-onaning bolaga bo'lgan ta'siri. Hamda o'qituvchilarning bolalarga bo'lgan ta'siri intan kuchli bo'ladi. Bundaq bir sınaq ishlatgan psixologlar bir sınıf balalarının yanına kirib o'qituvchisini chiqarib yetib, o'qituvchi mundaq degan, biz hozir balalaringizning ichida, o'quvchilaringiz ichida eng aqlli 4 balani tep chiqamaysiz. Mush savolni ishlatsak ham chiqadi. Bu 4 bala keyin bu natijalarim yaxshi bo'ldi degan. O'qituvchi jasartib turgan psixologlar sinfdan kirib, balalar qog'oz taqib bergan. Bu qog'oz savolni ishlab qilgan. Amaliyot bularni taqib bergan savoli yolg'on savol. Onun nəticəsi heç qandaq bunun aql bilan münasibəti yo'q. Amma psixologlar aş usul orqali o'qituvchisini aldab qo'ygan. Va keyin imtihon tutgandan keyin yig'ib olib, xohlagan, natijaga qarab qo'ymagan. Xohlagan 4 balni ko'rsatiblar o'qituvchi degan, mush 4 bala sinfimizda eng yuqori moralda aql imtihonimizda degan ekan, bu o'qituvchi ularni bilib olgan. Bir mavsumdan keyin rost degandek 4 o'quvchining natijasi biroq ko'tarilib ketgan. Amaliyotda bu 4 o'quvchiga bu o'qituvchi ayrim dars o'tmagan. O'xshash dars, o'xshash kitob, o'xshash sinf, o'xshash bir muhit. Biroq o'qituvchining osh bolalarga muomalasi, yana 4 balani aqlli deb o'ylashning o'zi nimani keltirib chiqargan desa, dal bu bolalarda bir xil o'ziga ishonishni keltirib chiqargan. Shunga o'qituvchining bolaga bo'lgan ko'z qarashi intayin muhim.